Shu antifriz reklama qilganlar juda ko'pini ko'rdim. 90% shu baklashkada antifrizni xolodilnikka solib olib, muzi bilan olib chiqib tashab, mana muzlamayapti. Akalar, shu antifriz reklama qilayotganda shu galovkani suvdi kanallarini chiritib yubormasligi haqida, yemirib yubormasligi haqida, maslinli radiatorlarni, antifriz radiatorlarni, zaglushkalarni teshmasligi haqida ham bitta video qilib chizsanglar go'zal bo'lardi. Qo'limdagi radiator maslinli Cobalt avtomat, rasa bo'lsa 100 ming, bo'lmasa picha 100 mingdan o'tgan. Akalar, mashinada nima bo'lgan? Mashina prosta antifrizni zamin qilgan, prosta zanglab ketgani uchunmi bilmayman. Mana antifriz zamin qilib chiqib ketgan, hech qancha o'tmasdan bachokka, korobka yo'q, antifrizga aralashgan. Bu radiator. Endi bilmaganlar uchun polni antifrizni ichida turadi bu. Antifrizga bo'kib turadi. Radiatorning ichida korobka yo'q yuradi. Quyilgan sifatsiz antifriz bu yerinimi, mayerinimi qayerdadir teshib qo'ysa, radiatorning ichidagi korobka yo'q, tashqariga chiqadi. Tashqari antifriz bo'ladi. Shuni hisobiga aralashadi akalar mana. Nima demoqchiman? Antifriz sotib olayotganda, antifriz quyayotganda ozgina sifat haqida so'rab qo'yinglar, muzlamasligi haqida emas, chiritib yubormasligi, yemirib tashlamasligi haqida so'rab qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Endi bu brak boshqa qo'yib, antifrizni sifatligidan quyib beramiz. Aytgancha, antifrizni o'zi eng zo'ri hozirgi kunda eng nomeradini qaysi antifriz va qaysidan quyib yuribsiz? Yozib keting aka. Like bosib qo'ying.